Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitaman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida istiqomat qiluvchi Jamoliddin aka siz bilan bog'landikmi? Aha. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Bemalol. Biz sizni Yurakdan xatlar kanalidan bezovta qilyapmiz. Eshitaman. Assalomu alaykum. Biz siz bilan jonli efirdamiz. Esdalik uchun ovozimiz radio to'lqinlari orqali yozib borilmoqda. Avvalo sizni tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bilasizmi, sizga bir ajoyib yaqiningiz o'zini olam dil izhorlari bilan yuragidagi gaplarini bizning kanalimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'ldilar. Katta rahmat. Va u inson sizning yaqinlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Kim deb taxmin qila olasiz? Endi hozir men to'g'risi o'zim o'quvchilarimdan taxmin qilishim mumkin, chunki ulardan boshqa inson meni tug'ilgan kunligimni bilmaydi. O'quvchilarim yo Gulzoda yoki Kimyoxon. Albatta, bu eng yaqin insonlaringizdan o'ylab ko'rasizmi yana? Eng yaqin inson turmush o'rtog'imiz bo'lmasa. Albatta, akajon. Mehriboningiz, onajoningiz. Albatta, mehriboningiz, onajoningiz, Lobarxon ona, ayolingiz esa Azimaxon opa va farzandlaringiz sizga barcha yaqinlaringiz nomidan tabrik yubordilar. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Ota-onam baxtiga ayolim va farzandlarim tanjon sog' bo'lsin. Mani baxtimga sog' bo'lsin. Iloyim bir umr 100 yoshga kirgunimcha yolg'iz bo'lishini tilab qolaman. Albatta, Men akajon. ayolimga ham. Albatta, keling endi shu samimiy tilaklarni sizga o'qib eshitirsam maylimi, eshitasizmi? Mayli. Sevgilim, bugun sizning eng maxsus kuningiz. Siz mening hayotimdagi eng katta quvonchim, do'stim va ishonchli qo'llab-quvvatlovchimsiz. Siz bilan birga bo'lish har kunimni yorqin va baxtli qiladi. Sizga sog'lik, baxt, omad va har doim tabassum bilan to'la kunlarni tilayman. Siz mening qalbimdagi eng muhim insonsiz va men sizni cheksiz sevaman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, sevgilim, deya ayolingiz Azimaxon opa sizga tabrik yo'llabdilar. Rahmat. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am tashvishi olam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam, siz uchun baribir u tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'sha kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Chidab bo'lmas erkaligim ko'targan, sevgi degan sinovidan o'tolgan, goh mehribonim, goh bag'ritoshim, baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Akajonim, yana bor payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Ayolingizga, turmush o'rtog'ingizga, oila a'zolaringizga albatta o'zingizni dil izhorlaringiz bo'lsa bizning kanalimiz orqali yetkazishingiz mumkin. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin, iloyim. Baxtimizga sog' bo'lsin. Ayollarimiz sog' bo'lsa, bizlar har doim sog'lom, tanjon sog'ligida xursandchilik yashaymiz. Baxtli bo'lsa bo'ldi. Rahmat akajonim, yana bir bor samimiy tilaklar uchun tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin yana bir bor. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Sog'. Yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay. Sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Dard cheksam dardimga darmon o'zingiz, dilga xush yoqarkan shirin so'zingiz. Men o'sha siz suygan go'zal yuzingiz, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Yor istagim mana, yonimda bo'ling siz har doim.
ham yaxshi ko'raman. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay.